Sharq Turkistonga tayinlanishdan burun Tibetda partkom sekretari bo'lgan Xinjiango yig'ilish lagerlarini u yerdami qurgan edi. 100 minglagan Tibetlikni bu lagerga qamagan va rohiblarga qilingan jinsiy parakandichilik va tajovuzchilikni tarbiyalash vositasi o'rinda qo'llangan. Hozir o'xshash jinoyat Uyg'urlarga qilinmoqda. Yig'ilish lagerlaridan qutulgan Uyg'ur va qozoq ayollarning lagerdagi dafsandichilik haqidagi so'zlari Tibetliklarniki bilan o'xshab ketadi. İtaliyalik cemiyatshunos Massimo Introvigini Xitoyning yig'ilish lagerlaridagi dafsandichilikning shohidlarining bayonlarini va boshqa dalillarni asos qilib yozgan maqolasi Zimiston torida e'lon qilindi. Yana bir tarafdan Germaniya Tashqi ishlar ministrligi tayyorlagan va o'tgan oyda Germaniya taratqullari tomonidan oshkorlangan bir dokladda yig'ilish lagerlaridagi jinsiy dafsandichiliklar haqida muhim uchurlar berilgan. Bir necha kun burun New York vaqt gazetida e'lon qilingan bir maqoladami muxbirning Qozog'istonda Uyg'ur va qozoqlar bilan ko'rishganligi, bu vaqtda uchurlarga erishganligi tilga ilingan. Yaponiyada Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan irqiy va madaniyat qirg'inchiligiga qarshi namoyish o'tkazildi. Yaponiya poytaxti Tokiodagi Xitoy bosh elchixonasi oldiga yig'ilgan Uyg'ur va yapon ayollari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarga, jumladan yig'ilish lagerlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'i bilan birga zulm aks ettirilgan rasmlarni ko'tarib olgan ayollar Xitoydan jinoyatlarni to'xtatish talab qilingan shiorlarni to'ladi. Xitoyning janubidagi ikki shaharda Wuhan virusiga qarshi turish uchun shaxslar va organlarning mollarini vaqtliq ishlatish huquqi berildi. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, Guangdong o'lkalik xalq qurultiyi doimiy komiteti 11 fevral jiddiy yig'in ochgan. Yig'inda yangi tipli tojisimon virus yuqumiga taqobil turish uchun nohiya darajalikdan yuqori hukumatlar, ya'ni Guangzhou, Xinjiangga zarur bo'lganda uy, aslaha va moddiy buyumlarni ishlatish huquqi berilgan. Arqadan Guangzhou va Xinjiang shaharlik xalq qurultaylari organ torida uqtirish chiqarib, rayonlik yuqumliqqa qarshi turish qo'mondonlik organining zarur bo'lganda qonunga asosan tavallikdagi organ va shaxslarga tava bo'lgan uskuna, aslaha, o'rin, qatnash qurollari va boshqa moddiy buyumlarni umumiylik qilib ishlasa bo'ladiganligini e'lon qilgan. Xitoyning janubiy rayonidagi virus markazi bo'lgan Xubeydan qasila yuqumlang'uvchilar soni eng ko'p rayon bo'lib, Sichuanda 375, Guangzhouda 317 kasal ko'rilgan. Xitoyning Shanxay universitetida Xitoy va Turkiya munosabatlari bo'yicha doktorlikda o'qiyotgan Nuriddin Akchay Shanxayda koronavirusiga qarshi karta taqilganligini, har oiladan birlik kishining sirtqa chiqa oladiganligini bildirdi. Xitoyda koronavirusi sababli o'lganlar sonining 1000 dan oshganligi, yuqumlang'uvchilar sonining 40 mingdan oshganligini bildirgan Akchay Twitter hisobida yuqorqi uchurni e'lon qildi. O Shanxayda yurish kartasi tarqatilganligini va bu karta orqali har oiladan faqat birlik kishining sirtqa chiqishiga yo'l qo'yilganligini bildirdi. Sudan hukumati xalqaro jinoiy ishlar sudi tarafidan tutish buyrug'i chiqarilgan sudanliklarni bu hukumatga topshirib berishni qaror qildi. Bu qaror Sudanning sobiq prezidenti Ömer al-Bashirning xalqaro sudga topshirib berilganligidan derak beradi. Ömer al-Bashir 2003-yili boshlangan va taxminan 300 ming kishining o'limiga sabab bo'lgan to'qinishlarda irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanmoqda. 2020-yillik Tokio Olimpik musobaqasi jarayonida ishlatish uchun yasalgan harakatchan masjidda namoz o'qish va tahorat elishga kerakli bo'lgan barliq aslahalar hisoblangan. Yuk avtomobiliga o'rinlashgan bu masjid 50 kishining bir vaqtda namoz o'qishiga muvofiq loyihalangan. Yaso turi tarafidan loyihalangan va bir yuk avtomobilining orqasiga o'rnashtirilgan 48 kvadrat metr bu masjid Olimpik musobaqasiga qatnashish uchun keladigan musulmon tan harakatchilarga qulaylik yaratish uchun yasalgan.